Mahallimizda bir akımız vardı, onun bek kızık baran kıldı. Bunun apisi divan okuttaki 80'ler 40'lar ayol. Tuyuqsizlashda uydan chiqib ketib qoldi ekanda. Bir kun borsam do'konda bir tijorat qilib setib etgan to, oraliqda chiroyli qon degan nima fuqa deydi, nima bo'ldi desam, opamni ko'rdingmi deydi. Voy yo'q, sen yo'qchimi, nelar ketgan, nani istama deb shu oraliq turib edi. Ayol uydan chiqibla, Tursunjon, menga bozordan bir jujudan bo'lsa bir 20 ton akab bergan bo'lsangiz boqatdan. Desa, akamiz turib ketib, bir tal opam boqolmasa juju oqalamsa. Yumur emas bir şey, İslam kamlar bilan buğa ishni bir deb beray. Endi biz shu o'yin qo'yib, men qoldik İslam kamlar. Bu aloqachida birisi bor. O'yinning boshida bu shu aloqachi berib, yotoq, tomoq, kino xallan qushidi bu. Biz o'yin qo'ydigan kino xallanni. Aqsni berib biz asla shu qushqa yotoq tushimiz, shu oshxona shu tomoq yeymiz, shu kino xallan o'yin qo'yamiz. Bizning bir aloqachimiz vardı ama bu aloqachi urlaştırıyor devletlemezin bu. Eski kinoxona olamdı, Peshavolik o'yli olamdı. Qo'yil verdi de bu. Bir gün qog'liq bir yerda urlaştırıp qoldi bir kinoxonga bu aloqachi. İslam bilan borib o'yin qo'ydi. İslam yükleyip kirdi millet kinoxona ichiga, yozda kinoxonga o. Kirsak Veyrane ile kinoxona tamları diyen örülüp düşken, sakilleri örülüyor ki kinoxonanın çöp ösüp, orunluğunu köyün olmaydı. O burnillerinin lömür çıkıp ketken bir kinoxonga o. İslam kırıp terikti bu adam. Beşerde koyanı da koyun ne? Beşerde koyunuz ki. Bu Spartak Cankulu koyağı oldu. Sen kinonu büyüden ki o. Ondan bu adam hem de rahmetli adam şu kısaltta şurada çınarak adam yani. Bu adamın kısalt çınarığı var bizni ketmeydi. Bu adamın her rakanda çınarığı kısa bizi kızgarıp bulundu bu adamın. Şu yüzler oyun koyup kettik. Meme yüz, Xudiye yüz, Arus'tan böyle yeni tamlada. Oyun koyumuz bugün yeni tamlı oyun koygan olsa akşam qaytib kelimiz. Kevitip 30'da bu adam. 30'un kendi oturup da odun işini bu adam. Ertizim tatip ben oyunlara katlaşmayayım ben. İstanbul'a sağladı oyun koyup dizisi setemez bu. Ben katlaşmayayım ben. Erti beni amanlar buldu ben barmayayım ben oyunlara. Değil mi da? Teşteke yakınız İslam kamını. Ve İslam'a barmayayım ben. Buldu insanlar koyunlar oyun ne? Tenda İslam'a şirk koymuş. Dar şirk bağlanı ki bizden ömek başlayı. Yeniden pulunu şartlı çıkarır. Bana İslam'a büyük şartmaz yapmasın pulunu şop bulup. Evet nerede koyduğun bulduk ha? Bugünkü programımızda biz el arasında özünün yumurluq gap sözleri, yumoristik mijazi karakteri arqılı tomoshabinlarimizga kulki va shodlik ado qilib kelayotgan xalq chaqchaqchilaridan Farhod Xo'jahmad aka bilan Javdat Rabqatni alayda taklif qildik. Bugun programmamizga xush kelibsizlar. Sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Özengülü bunu tuturup da bugünkü bu ziyaretimiz belki başka ziyaretler qaraganda alayda bo'lishi mumkin. Çünkü riyosetchilik gap xususiy deb qo'ydi. Emniyatda mana oldimizda o'tirgan bu ikki nafar azizimiz haqiqiy gap ustulardir. Unda da eng avval shu Farhodga sizdan so'rab boqsam, nurg'un kishilar endi chaqchaqni, yumurni biladi. Ammo bu chaqchaq bilan yumurni birga atalg'u deb o'ylab olganlar intayin ko'p ekan. Bo'libmi menga o'xshash chaqchaq so'rovlarga berib boqmagan yangi yoshlar taz aramaydi-ku deyman. Bu şekilde en avval bir düşünce verip etkilemsiz. Şimdi bu vaqtda düşünce versem, ben bu vaqtda to'liq düşünce veremeyim. Belki mümkün. Lekin benim göz qarashim chaqchaq bilan yumur ikkisi ayrim ma'no. Chaqchaq bo'lsa naq maydon. Shu naq maydondagi kishilarniki taqturqi kendim şu nahmaydan chaqchaqqa bo'lgan inkas bilan inkas talab qilgan bir xil eg'iz adabiyot bu. Masalan, ishtiklikni talab qilgan, inkasning tezligini talab qilgan, kendim şu nahmaydandagi kishilarniki taqdir qarab, shularni o'qitish, shundan bir ishtiklikni talab qilgan bir
xalqiy xizmat. Buningda hech qanday oldin repetis bo'lmaydi. Buningda oldin tayyorlik yoki bir repetis, mana mashq degan bir nima bo'lmaydi. Endi yumorga kelsak, xalqchilik qiziqarli voqealarni biz shu qiziqarli voqealarni kuzatish orqali shularni ilib, shuni mubolag'alashtirib, texnik humoristik kulgili qilib, buni kishilarga so'q qilamiz. Şu an bu ikki gap, chunki men yumorning tayyorligi bor buning. Buni bir shu yumorni so'zlashdan burun buning tayyorligi bo'ladi yumorning. Masalan, bugun mama yumorlan deyman, mama yumorlan demayman. Deb menda o'zimizning deydigan so'rin qarta deydigan yumorlar, so'rin qarta demaydigan yumorlar bo'ladi. Oldin tayyorligi bo'ldi. Buning oldin tayyorligi bo'ladi. Chaqchaqning tayyorligi bo'lmaydi. Endi meningki bilishimcha siz shu ikki turning ichida yumorga bakrak yamanroq demdi, yumorga bakrak qisroq qo'ymayman. Endi biz mana shu yumorni endi usta deb ketishga bo'lmaydi. Endi biz mana shu marhum ustozimiz Yesam Qurban akaninki yumor so'zlash uslublarini, ovozlarini do'rash orqali yumorchi bo'lib qoldik endi. Endi har kim o'zining ovozi yumoristi bo'lsa, siz nimishga alaymish Yesam kamning ovozini do'rab turib yumoristsan bo'lamdi degan qarash o'zingizga qanday bir kelib qolgan? Men burun Yesam kamninki shu biz kichik vaqtlarimizda tor deylarini anglatdik. Bu Yesam kamning ovozi shunda qiziqatdim men. Keyin ancha shu do'rab shu Yesam kamning ovozi chiqarib boqay deb, aslida do'rab yurib Yesam kamning azri to'g'ri do'ragan bo'lib qoldim. Keyin biz shu Janubiy Shinjonlik o'yin qo'yib berib qoldik. Berib men odatdagi bir yumorlarni o'zimning ovozi bilan menda so'zlab chiqsam, qat ancha kuzib ketmaydi-da. To'xtatib, bizgina Yesam kamning ovozini do'rab turib, desam, bu haq degan chavoqlarni chilib, shunda qizg'in olqishlanib ketgan ekan. Bu Yesam kamning ovozi bir xos voqea deb, shuni yaqin Yesam kamning ovozini do'raydigan bo'ldim. Yesam kam bu vaqtda bir patent o'qiganda hamda talab qilganlar yo'qda o'tirliqda. Ya Yesam kamdan so'rdik, endi buni Akram ishkimiz so'rdik Yesam kamni do'raydi desak, Qancha pul bersa deb so'ramadim. Personallar dedi-yu odamlar. Shu Yesam kamninki ovozim keyin men Janubiy Shinjon vaqtimizda men Yesam kamning ovozini do'rdim. Bizniki Akram Sitvaldi radioni do'ratdi vaqtida. Keyin bu Akram Sitvaldi shu Yesam kamning ovozi qiziq kelib, Yesam kamning ovozini do'rab, bu yaxshi do'rdi. Meningdan yaxshi do'rdi deb qarayman. Yaxshi do'rab, hozir mana Yesam kamning ovozini do'rashda Shinjon bo'yicha birinchi oldin qatorda Akram Sitvaldi yetib boribdi. Endi shu chaqdagi bir qiziqishning turtkisi bilan Yesam kamning ovozini to'g'rab, chaqchaq qilishdek bir uslub yaratilib qoldi da bu yerda. Bilib bilmagan asosda. Sen keyin hozir ma davr kelganda nurg'un odamlar do'raydigan bo'lib ketdi. Masalan, ayollarni do'raydigan bo'lib o'zi Yesam kamning ovozini do'rsak cho'qim kuladi degan bir hukm bor ekancha. Undaqda Javodat sizmi ham shu faratkamlardan keyingi bir davrlarda yetishib chiqqan, shu chaqchaq avaz qilgan bo'libmi? Shu yoshlar orasida chaqchaq eshitib bir qadar shu talantga ega bo'lgan yoshlarimizdan birisi. Undaqda sizgami mana shu cho'nglarningki chaqchaq etish uslublari, mana shunday holatlari o'rnak bo'lganmi qanday? Men 2008-yildan tortib men sirtqa chiqib chaqchaq qildim-da. Bo'lmasa ham o'zim burun maktabda to'liq o'rtni bitkizib, oliy maktabdan qag'izib kelgan sana shu yernikidan. Endi shu vaqtlarda akamlardan o'qiyotgan mezgillar o'qib kelib, men baramay qoldim. Keyin o'zim to'xtatdim, oilamni qiynab qo'ymay degan ideya bo'lib qoldim. Shu jamiyatda judim, o'zim dehqonchilik ishlari bilan. Keyin So'rmaylarniki so'rinlarda bo'ldim. Keyin Jiliznoyning so'rinlarida bir so'rinda 2008-yil esimda bor. Chaqchaq shu kuni endi eshaga men o'zim to'y o'ynagan chiqqan, rahinamlik to'y qatnashima deb chiqdim. Qarsam bu so'rinda bola bekchiq, chaqchaq tozi yo'qda, qarsam birlar chaqchaq qilyotdi. Bir xil o'zim to'xtab turam, eshak bir o'zimning maylisdak bir o'tirib boqmaymi degan xiyol bilan işte bir chaqchaq qildim. Ertasidan tortib shu so'rindagi bolalar turpa yuzga chiqdi. Keyin G'uljidagi bolalar bilan tanishdim. Keyin shundan keyin paratkamlar
bayalar berib o'tadiq-yu, ammo paran qilmadim deb bulayliqningdek nim deb qolar deb endi o'zimni bir xil qo'rqinish tuyg'usi bo'ldi. Keyin mush paratkamlar bor so'rinlarda bolalar taklif qildi, "Ma og'ilimiz chaqchaq qiladi" deb baqqan bo'lsa dedi. Shu vaqtlarda bu anglab olgan, yumurlarni deb baqdim. Keyin shundan so'ralaganda bular voy yaxshi paran qildi deb bular endi ta'lim tarbiyani berdi gap so'zdiki qaysi jihatdan bo'lsa ham shularniki shu gap so'zni ham chaqchaqni menga bular o'rgatmagan bo'lsa menga so'rindiki jamiyatga odamiylikni mush farhatkamlar hibikamlar menga o'rgatdi deb o'ylayman. Unda hozir Javdatning so'zlari chiqib turdi. Paratga mushu chaqchaq qilish endi amaliyotda bir o'ynashgan, shu maydonda kayfiyatni ko'tarish uchun ham qilinayotgan bir odatga bir shaklda qilib tursa, ammo bu chaqchaqning o'zi xos mushtaq bir uslubi, tartibi, axloqi bo'lamdi qandaq? Buning axloq bo'ladi. Masalan, marhum ustozimiz Isamkam bizga doim tarbiya qildigini, chaqchaqni cho'qim sog'lom qilinglar, pokiz qilinglar. Medine kılana çünkü bu ili xalq çaqçaqçı bo'lib tegizler. Bizlar bir çaqçaqçıymış, bir çaqçaqçıymış bütün ili vekili qilsizlar. Şuna ma sirtdan mimonlar kelib qolsa qiladi. Mimonga oldirib chaqchaqni qilmanglar. Shu so'rada u mehmon shu so'rada o'zi yot birga. İkisi atrofdagilar tonimaydi. U kirib o'tirishiga onunga çaqchaqqa tushib ketsanglar u yaxshi bo'lib qoladi. Chunki bu chaqchaqni chaqchaq tushunadigan, chaqchaqni biladigan odamlar qilinglar, ilmiy sog'lom qilinglar deb biz doim shunday deydi. Buning ilmiligi bor. Endi bu chaqchaqni endi bu ismidan chiqib turdi chaqchaq deb. Chaqchaq bo'ldi. Bu chaqchaqni shuni biz shu hozir bu so'rovlarda chaqchaqsiz bir mashrablar, chaqchaqsiz bir to'y tutgunlar o'tkazilmaydi. Bu Mo'g'uljida. Mo'g'uljida bo'lma. Shuna hozir kishilarning ong saviyalari o'sib ketdi. Chaqchaqchilarimizning ong saviyalari o'sib ketdi. Hozir so'rovlar degan bilan shu sog'lom bo'lgan, yaxshi ilmiy chaqchaqlar bo'lmayapti. Ularda paratga shu bunda diqqat qilsam, endi mening bilishimcha shu chaqchaqchilarning hammasining laqam bo'ldi ekan. Şu paratkamning laqamini yo'q deb oldim, Javdat. Meni laqamimni tomoq vaqti deganim mayli. Endi meni laqamimni kelsak, endi bu laqamni kim qo'yib qo'ydiki uqmayman. Endi bu laqam ya otimuras laqam emas. Ba'zi odamlarning laqami masalan bulardan bir laqamlar kala deb qolgan bo'lsa, bolalar kala deb kelib qoldi. Uning borisi shu kala degan laqamni chiqtiliyordi. Lekin mening dadamning unda laqami yo'q-da. Endi meni bu parat boji bo'lib qilishimniki sababim bor. 94-yillar biz shu o'yin qo'ydik, shu Isamkamlar hammamiz shu yangi ham bor mezgilida. Shu vaqtda men u vaqtda yangilik shu g'aribtil sayat filmi evjagan mezgilda. Shu vaqtda shu Jubajining ovozini do'ratmaymiz masakilda. Şimdi bir 2-3 ay eşer oyun koydu. 2 ayda oyun koydu. Şu golcunun içinde vallahi oyununu aylar mao televizorla bek köp olmagan ki oyun görüş nispeti vallahi yaman çıktı. Şu emme de oyun girdi. Şu vallahi ben şu Jubajining ovozini doğragan. Şunun yaqi şu laqam menga zadaşı. Isamkamning doğrashini oldidiki doğrashganda oldidiki burun shu Jubajin doğratdi. Shu bir doğrash peshon chiqdi oxirida. Bir doğrash mandan bilgansan kaç yil doğramada ondan. So'ng'im doğramdan maymun qolibdi. Asli baldiroq Isamkam doğraganmisan, qarati Isamda texnika kelqi nimdaymiz darisi yuqorida qiladi ekan. Aldaradani biri tatdi bu. Javdat Miraysan bunun badan güçlüydü bunu. Polat nimet kulağını götüremeyin. Kulağını götüremeyin. Cümletsinde. Endi bu doim kulki chaqchaq bilan o'tgan kishi hamda boshqalar kulki chaqchaq ato qilish bilan birga boshqalarning o'ziga o'xshash shunday bir yumorsiz tuyg'uga ega deb o'ylab qolish mumkin. Endi Javdat chaqchaq chaqchaq qilish davomida siz endi ma'lum bir kishilarga o'zingiz afkonliklar bilan chaqchaq qilib ularningki ko'ngil azor berib qo'yish. Endi bo'ldi o ishlar bizning beshimizdan o'tdi. O neden bo'lsa u 10 xil kayfiyat chiqdiga qarab. So'rlar berib chaqchaq qilamiz. Hamda ayliqningdek ba'zan jihatda balla chaqchaq qilib qolsak
Rost degandek, endi ularning chiroy ifodasidan bilvog'ini bo'ladi. Shu yo'sinda ishtikli o'tib ketamiz. Endi uning da'vasak u yerda u chaqchaqning dadini tatamdi. O'z uyidan ko'ngilsiz chiqqanning dadini tatamdi. Yaram qo'ydi ekanmiz. Endi mushu akalarimizniki bu chaqchaqning ustoz deb bular bizga o'rgatmaydi, ammo shu gapi bizga haqiqatan bilimkanda ishtik shu gap akillarga kelib to'xta yo'tkab ketdi deb shu xiyoldan boshqalar chaqchaq qilamiz. Bir maslahat chaqchaqda berib shundaq zodashda keltirib ketdim bir bol ko'zimga kirilib chaqchaqda yana ham jutshutdan bo'ladi ekan bu bolni shundaq zod keltirib ketdim bir orliqda bugun mashad ketkinan endi mening so'qish niyati yo'q ekan ketkinani bir ko'rib boqay deb shu mening oyog'im tashvitdi-da oyog'im tashvitga shu kashqurligi bu bolalarga işte oyog'im yo'qdir desam o abam chiqib ketib boradi shu işte oyog'im tashvitga o'xshaydi dedi bo'ldi deb shundan keyin to'ygan bol ishlardan bir lanxay etdi o'ziniki uyda kiyayotgan lanxay ekan shuni kiyib uyga yenkasam ettiganlik dadam manlardan oldinda boshda deydi va işte maslahatchidan kishi keldi desam dadam qiziq yig'ib akili va shariq tegishib turmadi deb emas shundan keyin shu turib kulgim kelib ketdi keyin o'zi dedi endi birsini chig'ib tegib qo'yibsan-da dedi voy yo'q unday emas desam shundan keyin ham diqqat qil dedim ularnimi balki man qilgan chaqchig'i deb o'ylayman endi ashada dilim azor berib yo meni bir silkib qo'ygan bo'lsa balki men azob bo'lib kelishi mumkin edi u oyoqning qaraychiqlik oshna bilan o'tirlig'imizdagi adovat yo'lda deb o'ylayman. Endi chaqchaq bilan o'tayotgan har bir turmushda sizlar o'zinglar kelgan har qanday bir besimni chaqchaq deb o'ylab o'tkazib yetish bu bir xil psixik safa deb o'ylayman. Endi shu chaqchaq bo'layotgan so'rindagi shu kishining kayfiyati, chiroyi ifodasi, hatto bir kichik qo'l harakatlariga qarab turib muomala qilish bo'lgankan bu chaqchaq o'zining bir universal xarakterli xeyli bir aqliy iqtidor cho'ng bir inkaslar qilgan bir ishkan deb o'yladim. Undaqda shu Javdatning dedi oliy maktab imtihon berib o'tgan bo'lsam-mu ham deyilaqay berish imkoniyatim bo'lmadi deb. Parakka sizmi maktabda 5 yosh o'qib, shu oliy maktabga imtihon berib bo'lmagan deb o'ylayman. Voy, men yaxshi o'qimadim. Mening nima shu 8-sinfgacha o'qib, 8ning uyaqiga 2 yil qoldim. 3-yili 9 qonda kuchib qoldim, kuch qolib ekan. Kuch qilib kitaplarni taqib bo'ldi bizga. O qo'shal uyga men bordim, ko'chdim men o'mana deb. Bu odamlarni ishonmadi va qonda ko'chdim o'ysal dedi. Ko'chdim o'mana 9 o'qiyman deb. Bir hafta o'qigandan keyin bir kun ma'lum kiribdi. O'ni jurnal daftarni ichib mayada bir xatolik bo'lib qopti vallahi dedi. Jirg'ib. Bir 3 tonlar varken mesela bir sınıfta hata köşk kapsılar. Yaman elem oluyor ya bu 9'un köşk boğadan 8 geçsin bize. Birincisi gibi benim ismim Atal Demet'in Ferhat Hoca'hmet. Hata köşk kapsılar dedi. 8 bölüp verilsin dedi. 4 yıl okumanda 8'de. 4 yıl kızdan burum. Tenter ve malum yiyin keptike. Kepli beni odaşlı demez mi? Malımla daha küçük çıkarttım ben. Malımla kartım bez malımla odaşlı dedi beni. Bu müzik okumuz. Ya okattım gelmez. Çıkarttım. Okuyamay çıkıp yedim. Şununla meğelde şu birkaç yıl gittim Allah'larda. Bu dadam degenin o yaman zehirde yapıldı benim dadam. Rahmetli kima. Muşu dadam dettemez mi? Muşu ben de kim bika desem bir gün muş parat bika, sen bika. Yani bir gün ben rahmetten kar içti. İçtim var. Bika balam geldi. Balam sen bir yılda yaş kılıkırsa başka işim yok senin. Onun kendin bu bikacılıkta kosak mı acılkende vay muşu nan degenine çini sep muşu Arlıqlarını koymaysan men kenem lan ne o çek oturup sevetken iken dadam turib ketip balam silevet şamal ketkenmisin çayga şuna zahar gap bo'ladi da yumur diyanetlendi kesipleştiriş bir nana birmiş ixtisoshunos akamiz bilan bir suhbatda shunday qarang bo'lib qoldi. Hamma kishi avtishliqlarning savdo usta, savdo maharati yuqori deb qaraydi. Ammo mush ililiqlarga deb qo'l qo'yma. Mushu chaqchaqni, yumurni pulga aylantira olgan, mushni iqtisodlashtira olgan
kishilar bo'lganki, bularningki iqtisodiy intayin yuqori deb qarayman. Chunki Elidan boshqa yerga gapni pulga sotolmaydi deganda shunchalik bir xil suyunib qoldi. O meni kichik vaqtimda opam mashtaba tillat emasmi? Gap sotma bo'ladi. Hozir chekvotimizda mana. Gap sotamiz hozir. Shundaqmi? Demak, bu Elidanki bu xazonalar. Bu xazonalarni buni hozir bu butun Şinjandan umilishib ketdi bu. Endi bu masalan biz shunda bir so'rovlarni qizitib, chaqchaqib shu mehmonlarning ko'nglini olimizda olgandan keyin shu mehmonlar bizga nisbatan bu pul berish degan bizni hurmatlab, bizga bo'lgan rahmatini bildirib, bizga madad berib, biz shunda bir qisqa bilan mundaq bir Faradkan shu yumur so'zlaganlarningki eg'izi qarab bir kun ondaq bo'lganda, bir kun maosh uchirgandim degan gaplarni boshlab nurg'ulga qiziqarli kishilarga so'zlab berib kuldirdi. Endi shundan qaraganda shu yumursiz chaqchaqchilarga doim shunday qiziqarli kishilar uchrab turamdi. Endi bu yumur so'zlagan cho'qim vaziyatni kuzatimiz. Masalan, mahallada bo'lgan mahalladagi qiziqchi odamlar bilan paranglashimiz, shularning ba'zi bir paranlarini ilib onu mubalağalaştırıp, külkülük kılıp, onu biz başka bir sorunu tedbirimiz. Şunu biz etrafını, cemiyetini, her kandan bir şeyden küstümüz demez mi? Neymiş kısan şundan piyedi bol kadar adet geldi için bir kültüye. Bu yumurun ki yaman yeri nakşa okşamaydı. İli kadar nakşadan kapkara küzlük kigen nakşa hazır itilatın nurgun yıllar oldu ki itilatı da hazır yaptırıp anlaydı onu. Hatta kapkara küzlükün bir itimlere de talep kılıdı. Lakin yumurunu bir kıtım deyimiz, ikinci kıtım helik yumurunu depberenlere de talep kılmaydı. İkinci kıtım bu yumurunu desek, vay kona, değerli öğrense, yemin digine de bunu mu şunda kıtım deyimiz. Bir kıtım da ikinci kıtım sisiydi kalan o. Kulpinek. Yeni numarayla kalıp gidiyor. Meşli oldu yumurlar. Bir yerga bir telefon gelip bir so'rov tagib qisil boshqa etkanda unda bizni qizlar sira ketimiz bu so'rov qaysi kunga kelsan bo'ladi debsizlar. Shu qaysi kunga may yumur desak bo'ladimi, man desak bo'ladimi? Man desak ko'nib qoladimi deb shu buningmi qiyinchilik ama ig'ir narsa bu yumurning bo'qma. Demak, vaqtchalik va cho'qim yengilab turishingiz davriga mos. Shu yengilab turishimiz kerak. Məldə bo'lgan bir qiziqishni cho'qim budak bir to'yda budak bir o'tirishlarcha men ma yumurdan deyman deb shu tayyorlab qilib berishimiz kerak. Shu zaman qog'ozga yozib olamiz. Yo'q, qog'oz emas, u yozish ketmaydi. Bu qalbimizga singdiramiz, kendini singdirib, buni bunday qiziqarli qilib, shuni. Buning uchun cho'qim shu es tush qobiliyatinglarni yuqori qilib, sezgir turib, chunki mushuk kasbniki Muşuk bizim kesbimiz olan ki biz muşunun peygirimizde biz nakşı onun okşamaydı yani nakşlar mesela bir nakşın 4-5 ketemeyi temizleyek bir rica gibi hatta 10 yıl esim o bir konurmaydı nakşlar o. Lakin bu yumur bir neketin anında ikinci kıtım konuraydıgan yaman diye. Yaman şu. Köpçilikning haqiqiy yuqori haq berib alaydı hurmatlab mushu taklif qilishning ki menimcha haqiqatan qimmati zo'r deb qardim chunki har vaqt shuning uchun tayyor turilgan shu holat tursa ekanmiz. Bo'ldi, rahmat. Bugun har ishchilarga aniq maydondagi tomoshabinlarimiz bo'lsin, ekran oldidagi tomoshabinlarimiz bo'lsin. Yana bir qatamliq kulgu huzuri ato qildinglar. Shunaqla suyimli ustozimiz Isom Qurbon akani hammamizningki yodiga soldinglar. Sizlarga yana bir qatam rahmat aytish bilan birga buningdan keyingi har bir bosgan qadaminglarningki texnik kulk chaqchaqqa, xo'shallikqa, shodlikqa to'lishini shunaqla sizlar bo'lgan har bir yerdinki hozir bo'lsin-u kulkiga to'yga aylanishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga.